Yaponiya baş ministri Suga Yoshihide O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari bilan ko'rishganda o'zining Sharqi Turkistondagi kishilik huquq ahvolidan ig'ir andisha qilayotganligini bayon qildi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, bosh ministr Suga telefonda ko'rishgan Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ikki taraflik va rayonlik munosabatni muzokara qilgan. Suga yig'in jarayonida Turk dunyosi rahbarlariga Sharqi Turkiston rayoni va Hong Kong alohida ma'muriy rayonining kishilik huquq ahvolidan ig'ir andisha qilayotganligini bildirgan. Suga yana Xitoyning Hindi Tinch okeandagi holatni bir taraflama o'zgartirishga urinishiga va dengiz muhofazat atritiga o'z qoidasiga mos kelmaydigan chet el paraxodlarga qarshi qurol ishiltish huquq berganligiga qarata andishalarni o'tirg'a qo'ygan. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, Qozog'iston prezidenti To'qayev yig'in jarayonida bu masalaga astoydil muomala qilgan. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev o'zlarining nurg'un xalqaro masalalarda Yaponiya bilan o'xshash ko'z qarashda ekanligini bayon qilgan. Xitoy ishg'olidagi Sharqi Turkiston yaqinqi yillardan buyon yer shari quyosh energiyasi batareya ishlab chiqarishdagi eng muhim markazlarning biriga aylandi. Ammo bu ishlab chiqarishning ko'p qismini Xitoy ishlashga majburlagan Uyg'urlarning ilib boradiganligi o'tirg'a chiqdi. Angliya Sheffield Hallam Universiteti Helena Kennedy markazining yangi doklatiga qaraganda, Sharqi Turkistondagi quyosh energiyasi batareyasi ishlab chiqarish Uyg'ur va boshqa osonliq millatlarining majburiy emgakka selinishini asos qilgan bo'lishi mumkin. Kun nurida Uyg'urlarning majburiy emgaki va yer shari quyosh energiyasi batareyasi ta'minlash zanjiri mavzuliq dokladda klimat o'zgarishiga qarshi turishda muhim rol o'ynaydigan quyosh energiyasi batareyasining bir qism parchalarining Uyg'ur diyoridagi ko'mirlar va Uyg'urlarning majburiy emgaki orqali yasalganligi to'g'risidagi ma'lumot berildi. Professor Laura Murphy va analizchi Nerola Elima yozgan dokladda shirkat va hukumatlarning bayonlari, matbuotlarning xabarlari, ijtimoiy taratquv yozmalari, kasb doklad, sun'iy hamroh rasmiy va 30 dan ortiq quyosh energiyalik batareya zapchastlari ishlab chiqaradigan shirkatlar haqidagi tadqiqotlar bor. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Xitoyning iqtisodiy besimi oldida Amerika Avstraliyani yolg'iz qo'ymaydi degan so'zidan keyin Xitoy Amerikani majburlash diplomatiyasi bilan aybladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Pashinian bayonotida Amerikani strategik maqsadiga yetish uchun iqtisodiy masalalarda boshqa davlatlarni kuchli qoralandirish va iqtisodiy jazo yurgizish bilan aybladi. Pashinian Amerikaning cheklamasiga uchragan Huawei va Zhongsheng qatorliq shirkatlarni tilga ilib, Xitoydagi telegraf va boshqa yuqori texnikalik kasblarning Amerikaning iqtisodiy besimining qurboniga aylanganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Avstraliya Tashqi ishlar ministri Maris Payne'ga Amerika va Avstraliyaning Xitoy qatorliq davlatlar buzg'unchilik qila olmaydigan cho'nqur o'rtaq qimmat qarashi bilan bog'langanligini aytgan edi. Filippin prezidenti Rodrigo Duterte Xitoyning Janubiy dengizidagi paraxodlarni chekindirish chaqiriqini rad qildi. Osiyo xabarlari kanalining xabar qilishicha, Duterte bayonotida o'zining Xitoy bilan bo'lgan do'stligi xatarga yo'liqqan taqdirdami Janubiy dengizdan paraxodlarni chekindirmaydiganligini va Xitoyning besimiga bosh egmaydiganligini aytdi. O'zining to'qinish va bir masala chiqarishni xohlamaydiganligini ta'kidlagan Duterte Xitoyning maydoniga hurmat qiladiganligini bildirdi va Xitoyning Filippinning maydoniga hurmat qilishini talab qildi. Duterte o'zining urushga chiqarmaydiganligini ta'kidlab mundaq dedi: "Meni o'ltirgan taqdirda men chekinmayman. Do'stligimiz mushu yerda oxirlashadi." Duterte buningdan ilgari Janubiy dengizdagi manevrni oxirlashtira olmaydiganligini ifodalab, dengiz armiyasi chorlash paraxodi va dengiz qirg'oqi muhofazat paraxodini chekindirmaydiganligini qayta ta'kidlagan edi. Germaniya bosh ministri Angela Mėrkېl Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimining ikki tarafga foydali ekanligini aytdi. Mėrkېl sin yig'ini orqaliq o'tkazilgan partiya guruhining yig'inida so'z qilib, garchi Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimini tasdiqlash jarayonida ba'zi qiyinchiliklar bo'lsa-mu, ammo bu kelishimning muhim va'da ekanligini, ikki tarafning bu kelishimdan naf oladiganligini bayon qildi. Mėrkېl mundaq dedi: "Xitoyning taraqqiyoti va gullanishi Germaniyaning manfaatiga mos keladi.
Xitoy bo'lmasdan yoki Xitoy bilan zidlashib turib, biz klimat o'zgarishiga, dunyo savdo tashkilotiga yoki boshqa xalqaro masalalarga qarshi tura olmaymiz. Xitoy bilan Yevropa İttipaقı 2020 yılı 12 ayının 30 kuni Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimi to'g'risidagi suhbatning oldin bekitilgan kunda tamomlanganligini e'lon qildi. Yevropa Komitetining muavin raisi Valdes yaqinda e'lon qilgan bayonotida Yevropa Komitetining kelishimni tasdiqlash xizmatining Yevropa İttipaقı bilan Xitoy yo'lga qo'ygan jazo va diplomatik munosabatning nacharlashishi sababidan to'xtatilganligini bayon qildi.